O'zbek shou-biznesi olamida yana bir kutilmagan xabar tarqaldi. Taniqli aktrisa qizidan ayrildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ra'no Yarasheva 40 yillik faoliyati davomida kino va teatrda ko'plab rollarni ijro etib, muxlislar qalbini zabt etgan. Bu yil 63 yoshni qarshilagan aktrisa hali ham ijoddan chekingani yo'q. Uning baxtli kunlari bilan birgalikda hayotida og'ir kunlar ham bo'lib o'tdi. Ra'no Yarasheva o'zining hayoti haqidagi barcha haqiqatlarni ochiqladi. Ziyolilar oilasida dunyoga kelganman. Onam o'ziga to'q, ma'rifatchilar oilasida tug'ilgan. Dadamning oilasi bir muncha kamtarona hayot kechirgan bo'lsa-da, ular ham ilmga bee'tibor emasdi. 4 o'g'ildan keyin dunyoga kelganim uchun meni yer-u ko'kka ishonishmasdi. Ammo 2 yoshimda onam yana bir qiz farzandni dunyoga keltirgan. Onamning aytishicha, singlim tug'ilgach, o'ta rashkchi va injiq bo'lib qolgan ekanman. Atrofdagilarni qizg'anib, bir marta akam Rayhonga qaragani uchun yuzini tirnab olgan ekanman. Shundan keyin buvim rahmatli meni o'zi bilan olib ketgan ekan. 8 yoshimga qadar buvim va bobomning qo'lida erka qiz bo'lib ulg'ayganman. Buvim erkalab deyarli har kuni yangi ko'ylak olib berardi. Ular yangi ko'ylakni kiyib, raqs tushishimni yaxshi ko'rishardi. Menimcha shu sabab san'atga erta mehr qo'yganman, deydi aktrisa Ra'no Yarasheva. 6 yil ichida singillarim soni 4 taga ko'paydi. Ota-onamning uyiga qaytgach, hayotimdagi eng qiyin kunlar boshlangandek bo'ldi. Chunki singillarimga qarashga majburiyat menga tushgandi. Buvim kelganida meni olib keting deb yig'lardim. Ammo o'ylab qarasam, bolaligim juda go'zal o'tgan ekan. Onam kutubxonaga rahbar bo'lgach, hayotimiz kitob bilan uzviy bog'langan. Orasida nozik qiz bo'lganman deya olmayman. O'g'il bolalar orasida tug'ilish ham qizlarning fe'li o'zgarishiga sabab bo'lar ekan. O'g'il bolalar bilan teng olishadigan, aytganini qildirmaguncha qo'ymaydigan, kerak bo'lsa o'st boshini yirtib bo'lsa-da futbol o'ynaydigan qiz edim, deydi aktrisa kulib. 17 yoshimda oila qurganman. Turmush o'rtog'im yomon inson emasdi. Ammo dunyoqarashimiz bir-biriga mos kelmasdi. Men yosh, she'riyatga qiziqadigan inson edim. Ammo qiziqishlarim turmush o'rtog'imga yoqmasdi. U insonning fikricha, kelinning kitob o'qishi, she'r yozishi ma'qul ish emasdi. Keyin turmush o'rtog'im spirtli ichimlik iste'mol qilardi. Bir kun boshimga qattiq jism bilan urdi. Boshimdan qon oqayotganini ko'rib, jahl bilan ota uyimga ketdim. Otam ahvolimni ko'rib, nima bo'lganini so'radi. Keyin turmush o'rtog'imning yoniga kelib, qizimning aybi nima, nega urding deb so'radi. Turmush o'rtog'im kulib, bunday hol hamma oilada bo'lib turishini aytdi. Otam jahl bilan turmush o'rtog'imni urganida xonaning u boshiga uchib tushgandi. Undan keyin ichmayman, yana shunday qilsam bolamning o'ligini ustida o'tiray deb qasam ichdi. Afsuski qasamning ustidan chiqmaganidan keyin 4 yoshli qizim olamdan o'tdi. Bu voqeadan keyin bu oilada qola olmadim, deydi aktrisa Ra'no Yarasheva hayotidagi mudhish kunlarni eslar ekan. Qizimning o'limidan keyin tushkunlikka tushib qolganman. Ammo oradan ko'p o'tmay homilador bo'lib, Komiljon o'g'lim dunyoga kelganda. Afsuski oilamiz dars ketgach, qaynonam o'g'limni berishni istamagan. O'g'limni olaman deb harakat qilib yurgan paytimda ota uyimda ham jiddiy muammolar chiqqan. Ya'ni akalarim san'at institutiga o'qishga kirishimga jiddiy qarshilik qilgan. Erdan ajrashib artist bo'lib ketdi degan gapni ko'tara olmayman. Undan ko'ra singlimni o'ldirib qutulganim yaxshi deyishgandi. Ikkita katta akam tish tirnog'i bilan o'qishga kirishimga qarshi bo'lgan. Faqatgina Toshkentda yashaydigan Ravshan akam qo'llab-quvvatlagan. Dadam senlar otami yoki menmi? O'qishga kirsin, agar kirolmagan taqdirda ham bir umr bizdan armon qilmaydi deb Toshkentga ketishimga qarshi bo'lmagan. Ammo akalarimdan ranjiganman, chunki ularning qattiqqo'lligi sabab hamisha mas'uliyatni his qilib, otam va akalarimning nomusi bilan yashardim, deydi aktrisa. Ilk marta san'at institutiga imtihon topshirganimda qabul qilishmagan. Rahmatli Arsen Ismoilov Yarashevaning qo'lida yosh bolasi bor ekan, u bilan o'qishga qiynaladi deb past ball qo'ygan. Undan qattiq xafa bo'lib yig'lagandim, chunki o'shanda dadamdan arang ruxsat olib Toshkentga kelgandim.
O'qishga kirolmadim desam qayta o'qishga yubormasligim mumkin edi. Shularni o'ylab rosa qiynalganman. Imtihon javoblari chiqqach ustozlar o'tiradigan xonaning eshigi tagiga turib, nega menga ishonmaysizlar? Men yaxshi o'qiyman deb yalinib yolvorganimda yodimda. Shunda ustozlardan biri sirtqi bo'limda o'qishni tavsiya qilgan. 1 yil nima ish qilaman deb televideniyega ishga borganman. Ishga ola olmaymiz deyishlaridan qo'rqib, hayotimni ro'y-rost gapirib bergandim. Turmushdan ajralib, otamni arang ko'ndirib Toshkentga o'qishga keldim. Agar o'qishga kirolmaganimni dadam bilsa, meni qayta bu yerga jo'natmaydi yoki turmushga berib yuboradi deganman. Shundan so'ng ishlab 1 yildan so'ng sirtqi bo'limga o'qishga kirganman deydi aktrisa. O'g'lim bilan Toshkentda o'qishim oson kechmagan. Ishlashim kerak deb telestudiyaga liboschi yordamchisi bo'lib ishga kirganman. Bir kuni syomkaga Nabi Rahimov kelib qolgan. 2 marta farzand ko'rgan bo'lsam ham bellarim ingichka, sochlarim uzun, chiroyli ayol edim. Nabi Rahimovga aktrisa ekanligimni aytib, maqtanib qo'ygandim. Bu yerda nima qilyapsan? Teatrga ishga bormaysanmi degandi. Mana shu gapdan keyin teatrga borganman. Ancha kungacha gapni nimadan boshlashni bilmay, yo'lakda Nabi Rahimovni kutyapman. Bu paytda Nabi Rahimovning yoshi ancha katta edi. Teatrga kel degan gapi yodida ham yo'q ekan. Ammo yo'q demay teatr rahbariyatining oldiga olib kirgan. Afsuski libos bo'limida ish yo'qligini aytishgan. Hafsalam pir bo'lib turganida grimyor Valentina Abduqunduzova yordamchi kerakligini aytgan. Shundan keyin meni grimyor yordamchisi sifatida ishga olishgan. Ancha vaqtgacha sahna changini hidlab, mashhur aktrisalarga havas qilib spektakllarni tomosha qilib yurganman deydi Ra'no Yarasheva. Bolaligimdan mashina haydashga qiziqardim. O'g'il bolalarning ichida ulg'aygan qizlarga mashina yuvish, tuzatish ham oddiy holga aylanib qolarkan. Ilk shaxsiy avtomobilim Tiko bo'lgan. O'sha yillari shu rusumdagi mashinani ayollar haydashi urfga kirganda. Yangi mashina olgan paytimda Mehrobdan Chayon spektaklining radio inservirovkasi qilinadigan bo'ldi. Kechga qolmaylik deb hammamiz shoshib radioga keldik. Ovozlashtirish ishlari tugagach, boshqa studiyadagi ishlarimni ham yakunlab, tashqariga chiqsam mashinam yo'q. Kalit menda, mashina esa qayerga qo'yganimni eslolmayman. Mashinamni o'g'irlab ketishdimi degan fikrlar ham xayolimdan o'tdi. Tag'in o'zimni shuncha mashina turganda faqat menikini o'g'irlaydimi deb yupatib ham qo'yganman. O'sha yerda militsionerlar yurgan ekan. Mashinam yo'q deganimdan keyin ular ham menga qo'shilib izlagandi. Endi 102 ga xabar beramiz deyishganida mashinam teatrda qolgani va radioga Tohir Saidovning mashinasida kelganim yodimga tushgan deydi aktrisa kulib. 2006-yili uyimizni ta'mirlayotgandik. Pul yetmay mashinamni sotishga to'g'ri keldi. Mashinasiz qiynalganimdan keyin kreditga Matiz oldim. Nexia'da yurishga o'rganib qolgan ekanmanmi, bir kuni Matiz kichik do'ngalakdan o'tolmay boshim tomga urilganda jahlim chiqib o'zimga o'zim Matiz yaxshi mashina emas ekan degandim. Oradan hech qancha vaqt o'tmay avtohalokatga uchraganman. Eng qizig'i o'sha paytda Sevinch filmidagi qahramonimni mashina urib yuborgach, oyog'i sinib, yuzlari ko'karib ketgan holatda ko'rsatgan edik. Haqiqiy avtohalokatdan so'ng 2 oyog'im sinib, yuzimning bir tomoni ko'karib ketgandi. Mana shu voqeadan keyin mashina temir bo'lsa-da, gapni tushunishini anglaganman. Shuning uchun mashinalarga og'ir gapirmay, qaysi rusumdagi mashinaga chiqsam ham sen eng yaxshisisan deb maqtayman deydi Ra'no Yarasheva. Aktrisa 2-chi bor oila quradi. Afsuski, ichki ishlar xodimi bo'lgan inson bilan kechgan turmushi ham uzoqqa cho'zilmaydi. Aktrisaning aytishicha, ularning ajrashishiga rashk va san'atni tushunmaslik sabab bo'lgan. Ra'no Yarasheva 2 farzandni voyaga yetkazdi. Komiljon ichki ishlar sohasini tanladi. Qizi esa onasining izidan borib san'atkor bo'lganda, ammo oilali bo'lgach san'atdan ketganligini ma'lum qildi. Hayotning ko'plab qiyinchiliklarini boshdan kechirgan Ra'no Yarasheva ayni damda 7 nafar nabiraning buvisi va millionlab muxlislarning sevimli aktrisasi hisoblanadi. U 1984-yili ijodni boshlagan bo'lsa, haligacha teatr va kino olamida tanaffus qilgani yo'q. Hurmatli tomoshabin, videorolikimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni hamda aktrisaga ijodiy zafarlar tilashni yodingizdan chiqarmang.